Tojikiston Bapesh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qardoshlar, umra safariga bormoqchimisizlar? Arzon chegirmali narxlarda qidiryapsizlarmi? Mana sizlarga O'zbekistondan Centrum Holidays firmasidan 7 kunlik, 14 kunlik hamda 8 kun Madina, 6 kun Makkadagi shafoat paketlarini tayyorlab qo'yganmiz. Eng arzon narxlarda. Bizda ko'ryapsizmi? 10 kishi, 5 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchimisiz? Aloqaga chiqing, narxlarimizdan chiroyli chegirmalarimizni qilib beramiz. 50 ta 60 ta odam yig'ib qo'yib, ularni olib borib kelmoqchisizlar. Endi sizlarga yaxshi firma, yaxshi sharoit kerak. Endi arzon narx kerak. Sizlar ham aloqaga chiqinglar, hamkorlikda ishlaymiz. Xudo xolasa sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800-900 metr masofadagi 10-12 daqiqalik piyoda haramga kirib chiqsa bo'ladigan gastnitsa hamda avtobus xizmati ham bor. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Madina ziyoratlari, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i hamda Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, Hiro g'ori, Sabr g'ori shu qatori ziyoratlar. Hamda Qizil dengiz sayohat. Yuqori yillik tajribali, malakali ellikboshlarimiz ishonchli hamsafar bo'lishadi. Har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Aeroportda sumka, kamzil, bejik, viza hamda qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadiya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa tojikistonlik qardoshlarimiz sizlarga reyslarimiz sanalari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Haftani har seshanba kuniga Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Ya'ni har hafta reysimiz bo'ladi. Inshaalloh bemalol aloqaga chiqishliklaring mumkin. Misol mana 21-bugun bitta reysimiz uchadi hamda 28-kunga reysimiz bor. Aynan ushbu reysimizning narxiga keladigan bo'lsa, 28-iyulga 7 kunlik umra paketining narxi $900. 14 kunlik umra paketining narxi $975 va shafoat paketi 8 kun Madina Munavvarada, 6 kun Makka Mukarramada bo'ladigan shafoat paketimizning narxini $1150 dan qilib belgilaganmiz. Va xudo xolasa Farg'onadan 22-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxini siz aziz yurtdoshlarimizga $950 dan qilib beramiz. 29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz narxini $975 dan qilib beramiz. Xudo xolasa haftani har seshanba kuni Toshkentdan, har payshanba kuni esa Farg'onadan Jiddaga reyslarimiz amalga oshiriladi. Eng arzon narxlar, eng chegirmali narxlar bizning kanalimizda. Bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin va sizlar bir kun oldin kelasizlar, gastnitsaga joylashasizlar, bir kun damlaringni olib, ertasiga chiqasizlar va uchib ketasizlar. Ajoyib imkoniyat. Xudo xolasa tojikistonlik ziyoratchilarimizga mana shu imkoniyatni qilib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Ekrandagi raqamlarda WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Sizlar uchun juda ham ajoyib yangilik, ajoyib sharoitlar. Hoziroq biz bilan bog'laning, to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays bilan mukammal umra amalini amalga oshiring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tojikiston Bapesh.